Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazırlık vaktiniz hayırlı olsun. Bugün sizlerle dersimiz yeni yapım tılının birinci dersini sözleyemiz. Altın kısmının derslerimizde harflerini öğrenip olduk. Hani bugünkü dersimizde birinci dersten başlayımız. Birinci ders nima olsan hakkında bir dersinin birinci dersi başlanışı salamlaşış oldu. Yani tunç güreşke vaqtda. Şimdi yapılardan tunç güreşke vaqtımızda yaxshimisiz? Ya'ni hajmiy mashta deb ko'rishimiz. Hajmiy mashta deganda tunji qatim ko'rishga vaqt ishlatilgan so'z. Masalan, birisini tunishtirgan vaqtida masalan men Uyg'urdan birini yapılıq birisi tunishtirgan vaqtimda tunji qatim bo'lgan vaqtda shikdi. Başta hajmiy mashta deb tunishdim. Undan keyin boshqa dialoglar ilib berildi. Shuna hajmiy mashta ha, ji, me, ma, shi, te. Yani hacmi maçte deyin gibi. Hacmi maçte. Yaxshimisiz deyin gibi. Birinci dersinden kurulması asasen bu nazarısını birinci bölüm sözlesek bulduk kalganını. Birinci dersimizden birinci mezmun salamlaşış. Yani tunç güreşke vaktimizde öğrendiklerini okumadaydı ve de dokkay deyimiz. Dokkay degen okuş deyin gibi. Bununki kanji var yapın sözlerinde bir de bitkentten hiragana kısmı, katagana kısmı, andın kanji kısmı var. Şu an kanji kısmını belki yazmadım belki yok diyendik. Şu an yazmağalarını kürüvasanlar yazmağalarının yeniga okuluşunu yazıp koydum. Bazılarının okuluşunu yazmadım yani. Bir yerde birliğim olsa ikinci bir yerde ona okuluş verilmedi deyince. Çünkü aşına birincisini görüp olgan degan ikinci kuralay deyince. Şu an birinci dersimiz demek ki hacmi maçta yaxshimisiz tunush degan o'qish degan gap. Dokkay deymiz. O'qish mezmasida xatolar qilibdi. Ana tuvanliklarni o'qing deydi. Tuvanliklarni o'qing. Dialoglarga qarab qiling. Buningda ikkalamniki bir odam o'zini tunishtiribdi. Masalan, boshqa gaplardan tunishga vaqtida o'zini tunishtirsa, masalan, hajmi maçta alim des, arimu des. Arimu degan gap ashi katagana ishlatamiz. Chetdan kirgandan asli. Chetdan kirgan so'zlarga. Sınırlanmasıga çetinliklerden sınırlanmasıga şu katagana işlatadi. Arim des, arimu des degan gap alim bo'lman degan gap. Yaxshimisiz? Alim bo'lman degan gap. Hajmi mashti arimu des. Des nomga hech qanday ma'nosi yo'q, faqat oxirgida arimu des. Birinchi bo'ldi. Aniken bunda bo'lgandan keyin Kyushu Daigaku, Kyoiko, Gakubu no 2年生です。Kyushu Daigaku, Kyushu degan gap ism, yerning ismi, masalan, Aqsu Xotan degandek joyning, shaharning ismi bu yerdagi, Yaponiyadagi. Endi Daigaku degan gap universitet degan gap, universitet, oliy maktab degan gap. Kyoiku degan gap Kyoiku. Sözlükdimi harflarni o'rgangandan bir qator o'rganib ketgan to'q. Kyoiku degan gap ma'arif degan gap, ma'arif. Kyoiku. Gakubu degan gap fakultet degan gap, fakultet. Institut degandik. Gakubu no degan gap Uyg'urchadagi ning degan qo'shimchadan o'xshash degan gap. Uyg'urchada igilik kelishdan qo'shimchasi ning bor ya, olimning, Ahmadning, Qashqarning, Aqsuning degandek ashadagi ning bor ya. Ning bor, shuningdek ashundagi ning bilan o'xshash ma'nosi ya'ni no'ninki. Ninen degan gap, ni degan gap ikki degan gap, nen degan gap yillik degan gap. Ninensey degan gap ikkinchi yillik o'quvchi degan gap. Ikkinchi yillik o'quvchi des degan oxiri qo'shib qo'ydi. Des degan oxiri qo'shdi. Cho'qim qo'shdilar buni. Kyushu Daigaku Kyoiku Gakubu no 2年生ですdegan gap. Yaxshimisiz? Men olim bo'lman. Kyushu universitetniki Ma'arif fakultetining ikkinchi yilligining o'quvchisi dedi. Undan keyinchi ostidagi miyakning ostiga kichkina chiqarsanglar Shumi va tennisu dedi. Shumi degan gap qiziqishi, havasi degan gap. Shumi va degan gap bo'lsa degan gap. Yap ingliz tiliga amizar emasmi? Shunga o'xshash bo'lsa degan gap. Shumi qiziqishim bo'lsa tennisu. Tennis degan gap tennis top degan gap. Qiziqishim bo'lsa tennis top.
Endi eng ahirda dep bolgandan keyin har qanday bir yapınlık bilan kurashsanglar, qo'shilishgan vaqtda yoki ko'rishib azroq turishgandan keyin mushukam deyishadi. Dozo yorishku deb. Endi buni to'liq nusx qanday bo'ldi desangiz, to'liq bayon, to'liq jumlasi. Dozo yorishku onegaishimasu bo'lgan. Endi dozo yorishku deganga qisqartirib deb qo'ygan. Ko'proq adlar qilasiz. Yo'l ko'rsatasiz degan ma'nolar to'g'ri kelgan uyg'urcha bo'lgan vaqtda. Masalan, Qashqarga Aqsudan biri borib keldida, u bola Qashqarga birisidan tanishib qoldi. Shundan bilan tanishib qolgandan keyin yaxshimisiz, men olim bo'laman. Men Tarmon universitetiniki matematik fakultetida 2-yil o'qiyman degandan keyin 2-yil o'quvchi. Qiziqishim bo'lsa futbol o'ynash. Shunga bu yerda men atlarchilik qilasiz, ko'proq yo'l ko'rsatasiz degandek tugatilar. Shu yaponcha o'xshash degan. Dozo yorishku deganga ko'proq yo'l ko'rsatasiz, atlarchilik qilasiz degan. Şu buga o'rgangan so'zlarni o'zingni qisqishtirish. Yaqinda o'zing yaponliklar bilan tanishgan vaqtingda yoki bo'lmasa boshqa bir yerga borganda o'zingni bu shaklda qisqishtirish ilib borsalaring. Tabiiyki, albatta bu mashimi va tennis degan deb jumsani bo'ldi. Deydigan zurriyat tug'ilib qoldi desani bo'ldi, bo'lmasa demsani bo'ldi. Ammo birinchi va ikkinchi, uchinchisini cho'qim deysiling. Endi birinchisi bilan uchinchisi eng oxirida başlanış ve ahırlaşmış işte. Hani ben oturlaklarda yani bu Ali Mektup'un demişsana mı? Mesela ben Türkiye'den geldim. Şirketlerin kayıtmen diyendeki yapılan insanlar buldu. Yani tuncu kadın güreşte olsa hacimi maçtı. Mesela hani kendin özanın aslında lisanın buldu, lisanın buldu. Karıştırıp dese eğer yapılıkla çokum deyden biz aslında hacimi maçtı bir desteğendik. Şuna sılama diye vaqtda hacimi maçtı Alimudes, Mustafa des, Yalqun des, Burhan des, Kasım des, Muhammed des, Yusuf des degan buluyor. Des degenge adab buzla ahirgan. Men Yusuf degen. Endi buni Alimudes degandan nima deganga desalar, Watashi wa Alimudes deganga deydi. Yoki bo'lmasa Watashi no namai wa Alimudes deganga. Meni ismim bo'lsa Alim deganga. Şunun qisqartılmışsa endi men alim bo'laman degan. Benim bizning Uyg'urchadan bor degan. Masalan, yaxshimisiz? Men alim. Tugdi. Bu shunday shaklda. Endi yaxshimisiz? Men bo'lsam alim bo'laman. Ya'ni men alim bo'laman. Endi yana bir qisqartılmış shu. Nuqtatlanmada qisqaroq shu. Men bo'lsam deganni chiqarib men alim bo'laman. Desin bo'laman. Oxirida eng qisqartılmış shu. Alim men yoki alim. Hacimi maçtı alim deb tanıştırgan. Yani men alim demoqchi. Shuningdek yapon tilida ham shunday qisqartishlar bor degan gap. Hacimi maçtı watashi no namai wa alim des desin bo'lgan gap. Yaxshimisiz? Mening ismim bo'lsa alim. Endi unda demaylar. Hacimi maçtı watashi wa alim des. Yaxshimisiz? Men bo'lsam alim. Yoki hacimi maçtı alim des desani bo'layor degan gap. Yani bu Arimo degan ism, adamning ismi. Buning ismini eliversan bo'laver degan. Sen Alim, Gulnur, Guldar, Guljamal degandek eliversan bo'laver degan. Ana Kishu dayga buni desang bo'ldi. Bu maktabni desanlarmisan? Men maktabda o'qiyman yoki ishlayapman yoki buni qilaman degandek. Yoki biznesmen yoki degandek. To'g'rigarman degandek. Shu ashlan desang bo'laver degan. Ahirda dozo yorishku onegaishimasu desang bo'ldi. Endi dozo yorishku deganga qisqartılmış. Ko'proq atlarchilik qilasiz degan. Endi dozo yorishku onegaishimasu deganga sizning ko'proq atlarchilik qilishingizni tilayman degan ma'no chiqadi. Dozo yorishku onegaishimasu degan. Endi uni qisqartirib dozo yorishku yaxshi. Atlarchilik qilasiz desang bo'ldi degan. Shuna bugun darsimiz shu shaklda. Mushuni yodlab o'rgansanlar Tavan dersimizde asta mağamiz. Son derste yapın tili uzun dağlı o tavsiye qilib qo'ysam bo'ldi. Bu derse kiler qatın dersimiz bir şeyle